Assalomu alaykum. Apalavka sizlarga ham tavsiya qilamiz. Xudo xolasa hamma razmerdan topiladi. Mana uni komplektlarini 80 mingdan beryapti, 20 metrga tushadi. Xo'p, bu yerdagina 100 ming so'mdan qilib beryapti. Yana stokalilar ham bor. Bularda hozir 100 ming so'mdan qilib beryapti. Trambovka mashinalarimiz ham bir kuniga 300 mingdan arendaga beryapti. Trambovka. Soatiga 50 mingdan beryapti. Xo'p, bu yerda eng qimmat apalavkalardan biri, bu yerda hozir o'rtasi NDF bo'lgan rossiyskiy apalavka ekan. Mana o'rtasi NDFdan bo'lgan, chekkalarini mana temirdan chiroyli qilib qo'ygan. Bu 150 mingdan. Xo'p, mana ular bo'lsa 120 mingdan qilib beryapti. Bundan tashqari yana bizda mishalkalar ham bor. Mishalkalar 50 mingdan kuniga arendaga chiqyapti. Lesalar hammasi yangi. Kraskalari ham yangi. Toza lesalarimiz bor. Kuniga 5 mingdan chiqyapti. Bu yerda tumbali deysizlarmi? Hampa hammasi bor. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib berishadi.